Sizlar bilan doimdek yana Garizon. Bugungi videoda biz Mastercraft serverida kuchayamiz, ya'ni full almost bo'lishga harakat qilamiz. Hozir yozib qo'yay. Ready ketdi. Salon. Shila deb qo'yamiz. Okey, bugun biz Mastercraftda full almost bo'lamiz. Короче, nima uchun full almost desangiz, chunki nima desam bo'ladi? Bilmayman, shunaqa tugun ekan. Короче, YouTube'ga video faqat 9 daqiqa qo'yib beradi. 9 daqiqaga men full almost bo'lishda bo'la olaman. Nick Tamam. Hozircha men birinchi o'rinda ertapaga borib olaman, chunki Короче, mavzu daraxt olsam, mani omadimga hamma joy kechasi ekan. Zombi ko'rsam hozir hech bola bilmayman, normal. Okey, ketdik. Nima uchun har kuni anavi Mastercraft serverida nega buncha nima desam bo'ladi? Yo'qtirib qoldi Mastercraft. Juda ham zo'r server, menga yoqadi. Boshqa serverlardan yaxshisi bu serverda YouTuberlar ko'p kamida 100 ta obunachi bo'lishi kerak. O'shaning uchun 100 ta obunachi bo'lishi uchun yordam berasizlar degan umiddaman. Chozma daraxt topib olib qaytib videoni yo'qaman. Короче, men keldim. 4 tagina daraxt topib. Menga tosh kerak. 3 ta. 3. No, bu serverda kuchayish oson ko'rinmasda. Sandiqlar to'la tosh, просто daraxt chimochiligi bor bo'ladi. Chilgi yomon emas. O'ynashga zo'r server, yomon demayman, juda ham zo'r. Hozircha bitta ko'mir olsam. Keyin aytgach, bu videoda hech kimga yordam olmaymiz. Bu nima qilibdi bu toshgan o'jayni? Okey, o'sha temir qazdik. Hozir temirlar qizilsin, yana qaytib videoni yo'qaman. Короче, temirlarim erida bitta kirka emas edim. Endi просто almost xas qoldi. Almost xas juda ham oson. Aytgancha videoning oxirida bitta keys ochaman. Darchi 250 point adminlar berdi. Bu kechagi video aktiv zo'r bo'lgani uchun. Hech aytmayman, bekan aytmayman. Debi. Tekstli plan. Bola iltimos video bo'lib o'tirganda tepe qilmanglar iloji bo'lsa, videoni buzasizlar ba'zida. Ba'zida buzadi-da videoni. Menga shunaqalar yo'qmaydi. Videoni chichadi oldiga. Tamam, full almost bo'ldi. Almost bo'lgandan keyin inventarman to'lib ketibdi. Bola ana shu yerdan bemalol narsalarni olib ketinglar. Sizlarga podarka. Opa, full almost. Aytgancha, bu videoda men bitta keys sotib oldim. O'sha keys hozir ochib ko'ramiz va nima tushishini ko'ramiz. Iloyim omad narsa tushsin. Full almas, pilus, qilich, topor, va kirka. Tamam, biz full almost bo'ylik, короче. Bu videoda nezarayt bilamiz. Короче, spawnga borib hozir bitta keys ochaman. Hamma biladi, hamma keyslar yo'qtirsa kerak. Qanaqadir keys oldim, bilmayman qanaqaligini. Keyslar qattiq edi. Ana.
Qani. Qani. Ulan ne oldu da? Bela internetim. Bitti. Hammasidan bitti. Rankis. Давай. Bir bunu kana açırın. Va manga tushadi. Ustang dragon. Dragon. Manga dragon tushdi. Mind dragon man. Yo bro. Давай be. Da yuttik dragonu. Dragon içmelik yuttiginde. Ustang uydurmelikiz. Okey. Zato dragon yuttik bize. Dragon. Bro dragon. Aytgancha orqa fondagi ovozlarga e'tibor bermayman menga. Bermayman chunki men tashqarida o'tiraman video olish uchun. Voy bilan. Esa. Puypoq o'zman burunlarim oldi. Ashiro bro, Ashiro. Ashiro avvalgi serverdagi jo'ram. Ashiro vayda ketyapti deb qo'yaman. Короче, bolalar hammaga rahmat. Hammaga bemalol o'tirganingiz uchun va hammaga xayr. Sizlar bilan Garizon bo'ldi. Ko'rganingiz uchun rahmat.